2014-yilda ishlab chiqarilgan. Aka bu qanaqasi Matizda? 6 milliga beradi. Necha porsionlik? Prosto ya. 2 porsion? 3 porsionli. 4 ta yumshoq balonlari bor ekan, mokri asfalt rangidan 3 porsionli debdi. Motor holatlari Matizda. Salon holatlari. O'yin ko'taradiganlar prostoy. Kraskasi qanday ekan do'stim? 10 kiloda. Balonlarni ko'rsatuvdamiz, 4 ta yangi balon bor. Orqadan ko'rinishlari Matizda 10 kiloda. Aka nech pul deysiz buni? 4000 so'rayapman. 4000 so'rayapsiz. Nomeringizni ayting aka. Telefon nomeringizni. 93'lik 93 yozdim. 93lik 295 295 54 54 15. 15. Aka nech pul qilib berayapsiz buni aka? Haqqa keladi. Kelishtiramiz. Qanchagacha? Ayting bir narx. Bunga nechta bo'ladi? 3600 larmi? 3,5. 3,5 ga beramiz debdi aka. 2000 nechinchi yil aka bu Matiz? 2010-yil ishlab chiqarilgan. Buni qanaqa? Bestmi, oddiymi? Bu 3 portion super. 3 porsion super, ha? Kraskasi qanday buni aka? Asvejit bo'lgan. Bo'lgan, ha? 4 ta yumshoq balonlari bor ekan aka. Asvejit bo'lgan debdi. Polni bo'lgan, ha? 3 porsionli super debdi mana. Oyna ko'tarishlar elektron. Buni konditsioner yo'q faqat, ha? Konditsioneri bor. Bor, ha? Konditsioneri ham bor ekan. Yurganicha aka buni? 335 ming. Rezinkalari bor, chixollari bor. Qancha? 235 ming, ha? Balon holatlari yangi 4 ta baloni bor ekan yumshoq. Nech pul so'rayapsiz aka buni? 40 million. Qanchagacha berasiz? 30 larga berasizmi, naqd pul kelsa? Naqd pul olib kelsa. Nech pul taqilganini ayting bir. Taqab aytib bering. Bozor ko'rib. 2 million o'tib beraman. 35 ekanda. 35 ming teparoq. Teparoq. Nomeringizni ayting aka. 99lik 99lik 295 295 9800. 9800 ha. 1 so'm deganingiz 37 larni mo'ljallayapsiz ha aka? 38. Qo'yishini mana shu 2014-yil Cobalt 90 millionga sotilibdi. Hozir savdosi bo'pti. 2014. Shu bozordagi holat savdosi bo'lganlardan 2014. 2014 mexanika 4 ta yumshoq balonlari yangi 90 millionga sotilibdi ekan. Chixol poliklar. Yurgani qancha edi aka buni? Yurgani qancha yurgandi aka? 167 ming yurgan ekan 2014. 90 millionga sotildi. 2015 ha? Uzr, 2015-yil ekan. 2015 90 millionga sotildi. 2 kurukka yetmagan. Yurishlari juda ham yaxshi. Bozorda savdosi bo'lgan mashinalardan bittasi mana bugun. Matizlar orasiga ham qo'shdik, endi sotildi debdi, hozir sotildi deganiga. Faqat Matiz degandik. Shuni tushunaman. Mana shu 2015-yil Cobalt sotildi 90 millionga. Sotilgan narxlari ham kimgadir qiziq. Shuning uchun qo'ydik videoga. Matizlarning orasiga. Cobaltda. Tog'ay ekan, o'zi kraskasi desa o'zlaring topib olinglar, bilmayman debdi. Mana shu mashina chiqayapti hozir bozorda. 2007 ya? Kraskasi yurgani qanday aka? Yurgani 350 ming. Kraska 100 ta aka. 100 ta. Ana, qilganda обшит bo'lgan. O'pshi, ha? Bu qanaqa prostoyi nimasi? Bu 4 porsionli aka. 4 porsionli, ha? Ha. Best emasmi? Yo, bestmi? Best, ha? Best aka. Bo'lgan. Konditsioneri bor-a, demak buniki? Konditsioneri yo'q. Yo'q, ha? Yo'q. Ha. 2000 nechinchi yilda aka bu? 2007. 2007. Orqa holatlari uzr endi Matizlarda nimalarini tushunmayman-da. Pakada nimalar? Birinchi, ikkinchi pozitsiyalarni aka. Nech pul so'rayapsiz aka buni? 2000 naqd pulda beraveraman aka. 2000 dollarga. Nomeringizni aytib qo'ying. Rasmga oldimi? 97lik 522 522 72 75. Bucha bu ham sizdanmi? Yo'q, bu bizdan emas. Mayli aka. Mayli. Da Matiz bor ekan. Aka yil nechi buni? Videoga qo'shib boramiz. Ha? 2010-yil, ha? Pozitsiyasi qanaqa buni aka? Nechi porsionligi? Birinchi pozitsiya 3 porsionli, ha? Prostoy.
Orqa tomondan ko'rinishi Matizda. 4 ta balonlari. Orqa balonlari yaxshi emas unchalik, lekin oldi ikkitasi yangi ekan balonda. Ikkita oldi yangi. Aka, bu ходовой sistemasi qanday? Motori yaxshi? Gazi bo'lsa kerak buni. Nech pul debsiz aka? Ha? 35 debsiz. Nech pulga berasiz aka? Naqdini ayting. 30 dan kam bormi? Bozorda ko'ryapsiz. Tushundim. Mokra asfalt ranglarda. Oldida ikkita balon yangi, orqasi eski ekan, bo'lmaydigan xullas qisqasi. Turishlari. Nomeringizni ayting aka. 95lik. 95lik 455 455 9008. 9008 a? Nech pul qilib berasiz aka? 30 o'zimi? 33 ga berasan. Umuman xarajat yo'q, ходовой sistemasi yurishlar. Javob, ha? Aka, men 30 ming Ayniqsa ходовой motordan aytsa kamaytib berasiz. Akaga aytayapman 30 dan kam degandim, yo 33 debdi. Savdosi borda qisqasi, to'g'rimi? Naqd pul oson emas, ko'raysiz bozorda aka. Kimga yoqsa mana shu Matizda aytilgan nomerlarga telefon qilishi mumkin. Mana bu yerda yana bitta Matiz bor ekan. Aka, Matiz yil nechi buni aka? 2005. Pozitsiyasi qanday buni aka? Super salon, ha? Oynalar elektron, konditsioner bormi shunda buni? yo'q, bunda konsert yo'q. Yo'q, ha, super salon. Yaxshi. 4 mana orqa tomondan ko'rinishlari, 4 ta balonlari o'rtacha holatda. Mana balon holatlari o'rtacha, yaxshiroq varianti. Yaxshiroq deyiladi endi, o'rtachadan balandroq. Aka, buni kraskasi yurgani qanday buni? 300 ming yurgan. 300 ming yurgan. Kraskasi yo'q, chaqa-chuqa mana qilingan yo'q, o'sha holat. Mana shunaqa joylari, ha? Kraskasi yo'q, ha? Yo'q. Puli qancha debsiz aka? 3000 kami bor. 3000 kami bor. Nomeringizni ayting. 33lik 571 1360. 1360. Mayli aka, rahmat. Katta aka, boya yurgani qancha edi buni? So'ramabmiz. To'xtab qolgan, ha? Qanchalar yurgan aka? 2010. Mayli aka, charchamang. To'g'ri, Matizda yil nechi buni? 2006, ha? Pozitsiyasi qanaqa? Qo'yma, ha? Bo'ldi aka. Bozorda mashin juda ham ko'p, odam kam. Juda ham ko'p mashin, odam esa kam har doimgidek. Har doimga qaraganda ancha kam odam. Endi oluvchi juda ham kam. Endi aka, yil nechi buni? Ha? 2007. Yurgani kraskasi qanday buni? 82 ming yurgan, ha? 182 ming. Kraskasi? Etbetda bor. Pozitsiyasi qanaqa buniki? 5 ta, super salon. Konditsioner bularda bormi yo'qmi aka? Yo'q, ha? Orqa tomonlari, balonlari holati, orqadan ko'rinishlari Matizda. Holatlari. Aka, nech pul so'raysiz uni? 43 million. Motori, ходовой qanday o'zi? Yurishlari yaqinda qilingan. Benzinda, gaz qo'yilmagan. Yil nechi edi aka? 2007. Pulini bo'lgani, taqilgani ayting aka. Taqib aytavering, endi bo'ladi. Ha? 40 ga. 37 larga bo'ladimi? Bo'lmaydi. Nomeringizni ayting. 90lik 491 38 31 90lik. Charchamang aka. Qanchaga sotildi so'rang aka? Qanchaga dedi? 100 million dedimi? Yili 15. 100 millionga sotildi. Shu yerda Matiz bor ekan, so'raychi Matizlarning narxini. Matiz Spark deb. Tog'a, assalomu alaykum. Yil nechi buni? 17, ha? Qanday 3 porshinlimi? 3 porshinli, ha? Bir, ha? Pozitsiya shunda. Super salon, adashmasam.
Ha, knopkalar elektronli ekanda. Yurgani qanday aka buni? 276 ming. Kraskasichi? Bilmaysiz, ha? Necha pul so'rayapsiz aka buni? 49 million. Yurishlari qanday? Hadovoy, motori, gazi bor. Nomeringizni ayting aka. 91lik 564 49 50 49 22 ha? Yonboshdan holatlar, balonlari bor ekan. Shu Matiz. Savdosi bo'lsa qancha aka naqd pulga kelib qolsa birontasi? Yetmay qolsa 1-2 oy nasiyasi ham bo'lamazmiz? Bo'ladi. Oldi holatlari. Matizda. Aka sotilib ketdi mashin. Nech pulga? 40 millionga. Nexia 40 millionga. Mana bitta 07 mi deb aka? 07. Yil nechi buni? 2008-yilda ishlab chiqarilgan 07 oq rangda 07 larni ham qo'shyapmiz bitta ikkita. 4 ta balonlari yaxshi, yangi deyarli. Yangi. Mejgar pultlari bor ekan. Qanday hadovoylar aka buni motori bilan hadovoy? Zo'r, ha? Motori yo'q, zadniy mos, badniy mos hech narsa ovozi yo'q. Muammo yo'q, ha? Yo'q, muammosi. Yurishlari, zavod bo'lishlari, akkumulyatorlari buni. Shunday, yangi. Balon. Charm xommi deyman-da o'zi ham. Temir balon. 80 talik temir balon. Nech pul debsiz aka buni? 35 million. 35 million. Qancha bu? Taqab savdo bo'ladigan 30 dan kam bormi? 27 larga bo'ladimi? Kelishamiz. Nomeringizni ayting. 30 dan tepasi bo'ladi. Nomeringizni ayting. 94lik. 94lik 668 668 0165. necha 0? 0165. 0165. Mezgar pultlarigacha bor dedi mashinada aka. Aka Jigulni yili necha bitta video qo'rak? Chiroyli mashina turgan ekan. Ha? 81. 4 ta yumshoq balon yangi. 06 ha bu aka. Motor qanday buni? Ha? 03 motor. Aka mana salonlari. Tom holatlari. Yangi balon, temir gaz balonlar. Motorni o'lishibdi. Yurgani qanday xo'jayin buni? Bilmaysiz. Shumkaga ham qilinganmi shunda bir xil joylari? Nech pul so'rayapsiz aka? 20 million? Nomeringizni ayting aka. 94lik 142 0022 dedi aka. Aka taqalgani qanday? Taqalgan ayting, taqab. Bo'lishimi? Bo'lishi debdi. Bu sizdanmi? 06 ya? Yili nechi buni? 86. 4 ta yumshoq balonlar yaxshi holatda, charm. Yo'q, bu nima balon bu adashmasam, ha? Ikkitasi yaxshi, ikkitasi bo'lmaydi. Motori hadovoy qanday buni aka? Ikkita kirlastik raskasi bor faqat. Boshqa joy kirasi tepilmaganmi? Yo'q, Voy, svorka ham tegmagan. Endi Jigulini aka buni qayerlari muhim? Mana oldi holatlari. Muhimda. Gazi bo'lsa kerak, temir gazi. 250 gaz balon. Nech pul so'rayapsiz buni? 23 million debdi. Orqa holatlari deyarli zanglamaganmi? Kam. Gap yo'q. Bitta ikkita bor. Nech pulgacha beraman debsiz kelishtirilgan joy aka buni? 100 diramiz aka, rahmat. O'zingiz nasiyasiga ham tushirsangiz kerak. Narxga qancha aka? 23 dan o'tamiz. 23 o'tasiz. 18 larga bo'ladimi? 12 ga bermaymiz. Bermaysiz. Nomeringizni ayting. 97lik 97lik 524 524 4101 raqami ekan aka, kelishtirib beramiz deydi. Nasiyaga 1 oy 1,5 oyga. Sotildimi aka bu? Yil nechi buni? 83. Qulay avto olam deysiz chiqadi.
Qulay avtoolam. Ha, yo'q, faqat YouTube aka ozcha. Lotin tilida qulay avtoolam deb yozing. Aka, Jiguli sotildimi? Qulay F emas, F avtoolam. Olam deb yozing. Yangi? Ha, yangi mana. Shular o'z bizdan. Qachon chiqadi unisi? Buniki endi bugun kechga bo'lmasa ertaga. Mayli aka, charchamang. Nech pul so'rayapsiz aka bu qizilni? Aka 15 million kam. 15 million. 01 mi shunda? 01. 01 ha? 15 million kam bor debdi aka buni. Telefon nomeringizni ayting aka. 88 Aha. 565 Aha. 4 11. 07 mi bu aka? 07 yil nechi buni? Yursang, mana shunga qarab, Necha? boraman-da. 87. Kraskasi yurgani? Yo'q ha. Hadovoylaricha buni aka. Qilingani. Motor holatlari qanday boshqacharoqmi bularniki? Ha, sidinkalari ham boshqachami? Kablolar qo'yilganmiz ham oldilari boshqacha. Ha, sidinkalar nech pul so'rayapsiz uni? 35 million. Boyagi nomeri 88likmidi? Telefon nomeri mana. 97lik 128 04. Shu Matizlarda oxiriga mana Jigulilardan ham qo'shdik. Kimlargadir qiziq bo'lishi mumkin, yoqishi mumkin, shulardan olmoqchi bo'lganlar uchun 3-4 Jigulilarni ham qo'ydik. Mana ovozini. Jiguli bozor. Lekin 06 aka bu. 06 87 da. 82-yil. 06 vaz 2106. Oldi holatlari. Bu seli asfalt bo'lgan ha? Asfalt bo'lganmi bular rangi? Ha. Tak, motor hadovoylar qanday ekan? Balonlari yangi ekan, 4 ta bars balon. Salonni bir ko'rsatay bir. Mana salon holatlari, mana torpeda chexollar qo'yilgan. Lelonim to'shilgan. O'zi yaxshi chiqadi. O'zi ham yaxshi ekan ha. Pulni qancha deysiz aka? 26 deymiz. 26 million ha. 20 larga bo'ladimi aka bu? Bo'lmaydimi? Bozor qildimi buni? Bozor 20-21 ga chiqdi. Chiqdi ya? 25 deb turibmiz. 25 deb turibsiz. Qayerdansiz aka? Dehqon, o'zingiz bilib turibdi. shahar. Nomeringizni ayting aka. 94lik 94lik 554 554 55 97. 55 90. Motori qanday aka? Motori muhim endi bular. Yurishlari, akkumulyatori bor-ku endi. Akkumulyator yangi. Yangi akkumulyator. Endi 1 yil bo'ldi endi. Yaxshi zavod bo'lgan. Qishlarda yaxshi yurdimi aka? Bemalol yuradi. Ha, zavodda muammo bo'lmaydi, ha, zavod bo'lishidan. O'zimiz yurgan mashina. Hadovoychi aka. Hadovoy ham yaxshi. Normalniyda hozir ha. 20 ga bo'ladimi aka? Normal mashinaga odam ko'ziga sig'ib so'raydigan mashina o'zi bilib turibdi shunday. 21 ga bo'ladimi? Telefon qilsin-a, kim xohlasa kelishlar. 21-22 ga to'g'ri kelsa. Kelmaydi. Taqab ayting bo'lmasa. 25 ga yaqin ko'ramiz. Ha. 22-23 ekanda o'zi bo'ladigan joy savdo bo'lsa. Ko'ramizda, kelib ko'radi bo'ldi. Mayli aka. O'zining radnoyi, Radnoy, ha? shumka bor. Shunga qilingan. 25 debdi aka. Ana bu yerda yana bitta sariq rangli deydimi? Mana shu nimada sariq rangli 06 adashmasam. Aka, nechi bu 06 mi? Video qo'shib yuboraylik. 06 mi? 06. Vaz 21 nol. Mana turishlari, oldi holatlari. Rangi ham yarashibdi lekin. Motor holatlari. Bunga yo'qsa. Berkalari ham turibdi o'zi ham 20 vaz 21. 03 qo'yilgan bu yerga. Mana balonlari. Aka, yili nechi edi buni? 84. Motori qanday buni? Hadovoy bilan motor muhim keldi Jigullarda aka. Yaxshi aka, umuman xarajati yo'q hech qayerda. Yurishlari akkuratni yuradi. Bitta zavod qilib qo'ying aka.
qiziqdi endi qanaqa o'zi. Gazi bor ham aka, yetam. Gaz benzinda ham yaxshi yuradi. Necha pul so'rayapsiz xo'jayin? 26 million. 20 larga bo'ladimi? Bo'lmaydimi? 20 lar normalmi? Narxi lekin o'zi bozor minishga tayyor. Eri beri chiqavermaydi demoqchisiz-a? Ko'rinishlari. Nomeringizni ayting aka. 94lik 343 0692. Hozir mana shuni chiroyli jigulcha ekanda, rangi ham. Qaysi bir aka? Ko'kmi, sizdanmi? Hozir. Aka, qora kimdan ekan? 06 aka, sizdanmi? Nol 6 to'rtta yumshoq balonlar bor ekan. Aka, yil nechi buni? Katta aka? Sizdanmi? Yil nechi tog'a? Yili nechi buni? 91 ha? Hadovoy sistemalari qanday buni aka? Yurishlari, ha? Nechi pul deysiz? 30 million. Telefon nomeringizni ayting. 90lik 264 42 07. Nechi pul savdo qildimi o'randasiz aka? Qilmadi. Nechi pul aka? 24 25 larga bo'ladi. 25 ga yuradi. To'rtta yumshoq baloni bor ekan. Turishlari, orqa holatlari. Ishi kamchiligi bormi yo'qmi? Qiladigan joyi yo'q, ha? Temir abr sopkalarda. Gaz baloni bor buni ham. Metan. Metan gaz bo'lsa kerak. 75 talik, 80 talik temir balon. Holatlari. 25 bo'lsa beramiz debdi aka, balandroq aytayapti. 25 larga beramiz debdi. 75 talik gaz, temir gaz. Blogermisiz? Ha aka, shu bir ikkita qo'yib turamiz, siz ko'p emas. Mayli aka, hozir qarayapmiz, videoni ko'rsak ham. Qaysi bir sizniki yana bittasi xo'jayin? Ko'p bilan Ozod aka Yil nechi buni aka? 92. 92 ha? Puli qancha debsiz uni aka? 25 aytyapman. 25 aytyapsiz. Sal qimmatroq aytyapsiz. Bo'lsin. Yili baland to'g'ri. Yili baland bo'lgani bilan sostenasi qanday xodovoylari motor aka? Xodovoy qilingan, motor qilingan 06 motorda. 06 motor. 20 dan kam bormi? Ko'ramiz endi hozir. 17 larga bo'lib qoladimi? Nargi oqchi. Yil nechi oqdi? 2008. 2008 07 aka bu 07 ha? 4 ta yumshoq baloni bor ekan, o'zi ham bars adashmasam, yo bars emas ekan. Ravon balonlarda. Motorlari qanday aka buni? Motor hadovoyi o'zi joni o'sha bo'lsa kerak ikkita, ha? Hadovoy bilan motor joni. Kraskasiga uncha e'tibor qilinmaydi bularni. Nech pul debsiz aka? 32 savdo bo'ldi endi. Kelishamiz, naqd pul bo'lsa. Naqd pul bo'lsa qanchaga berasiz? 30 ga. Nomeringizni ayting, ikkalasi ham. Nomerini aytib yuboring buni. 94lik Bu ko'ktik ha? 94lik 449 449 82 23. 82 23. Davringiz beriladi. Beriladi ha, hammasi. Davringiz beriladi. Hamma dokumenti joyida. Hech qanaqa muammosi yo'q. 80 talik temir baloni bor. Ha. Oqda aka, siz nomeringizni aytib yuboring kishini. 91lik 199 ha? Aha. 7002. Mana arkada ham nomerlar bor ekan, 2008-yil. Salonlar orqa tomonlarida chexol bor, polik bor, rezinka bor. Tak piyalar nimalar bor ekan, karnelar bor ekan. Magnitofonlari 07. Orqa holatlari. YouTube ochasizmi, Instagram? Aka, yil nechi buni? Bitta video qilayotgan. 2000-yilmi? 2000-yil. Yil 2000 debdi. 06 mi aka bu? 06 ha? Puli qancha debsiz? 35 ha? Qanday hamma joylari, hadovoylari, motorlar radnoy. Kraskachi? Kraska kapot. Kapot ustiga. Telefon nomeringizni ayting aka.
99lik 311 311 8106. savdo bo'lyaptimi? Nech pul aka? Naqd bo'ladigan savdosi qancha? Kelishib Va aytingchi, naqdroq qilib. beraman. Ha? 30lar ekanda. 32 debdi. 30 ga ham bo'ladi menimcha aka. 30 ga ham berib qolsa kerak ekan mana shu mashinada. Agar naqd pul bersa kimdir. Yo'qsa mana shu 2000-yil debdi. Hayronman, 2000 da chiqqanlar bormi? Kim bilsa yozsin shuni. 2008-yil Matiz. Oddiy ha bu besmas aka bu. Prostoy. 2008-yil. Kraskasi qanday aka buni? Tekrarlasida bor ekan, 4 ta yumshoq balon. Mana shu balonlardan. Chexol, polik, rezinka qo'yilgan. Prostoy debdi. Buni 3 porshinli bo'ladi, adashmasam. Matiz orqa holatlari bitta kriloda bor debdi kraska. Balon holatlari yaxshi balonlar. Gazi bormi aka buni? Yo'q ha? Benzinda debdi. 40 million savdosi bo'lsa qancha aka buni narxi? Savdo qiladi-yu, naqdroq pulga. Matiz olaman. 36 million bo'lsa beraman debdi. Telefon nomeri mana shu 93lik 301 99 99. 30 so'rlarga ham savdosi bo'lsa, ha aka? Yo'qmi? 36 million bo'lsa debdi. Kimga yo'qsa mana shu Matiz. Oxirgi Matizlardan biri bugungi bozorda, Jizzax moshin bozorini eng oxirgi Matiz desak ham bo'ladi. Qo'ysak yana nari tomonda Matiz bor ekan, qo'yamiz, bo'lmasa shu 36 million. Narxi qanday? Kommentariy yozinglar agar qimmat, arzon Matizlar narxi deb. Bugun bozorda ahvol mana shunday. Odamlar. Ha, Matiz bor ekan, bir so'rib o'tamiz. Agar ruxsat bersa, gazlari bor ekan. Tillarang, rangi tillarang sifatda. Aka hormang, charchamayapsizmi? Yil nechi buni? Bir videoga qo'yib yuborak. Yil nechi buni? 2010. 2010 gazlari bor ekan-a? Yurgani qanday buni aka? 420 yurgan. 420 ming chexol poliklar qo'yilgan. Elektron oyna ko'targichlar. Bu pozitsiyasi bestmi? Ha, oddiymi? Best, ha. Nech pul so'rayapsiz aka? 35 Balonlar holati archa balonga o'xshagan, balonga archa balon ekan. 35 so'rayapsiz, ha? Yig'ishtirib beraman. Kraskasi qanday buni? Oldi eshikda bor. Oldi 10 eshikda. Keyin kiriloda bor. Nechi pul aka? Taqalgan 30 dan kam bormi? 30. 28larga bo'lib qoladimi? Telefon nomeringizni ayting. 95lik 95lik 881 881 27 27 yana 27 mi? Ikkita 27 ekan. Bugungi Matizlarni ko'rsatgan umuman Matizlar obzorimiz tugadi. Xudo xolasa. Mana shu mashinalardagi 28 dedim 30 ga beraman dedi aka. Hadovoylar qanday aka? Motor yaxshi, ha? Korobka ham yangi qo'yilgan, motor qilingan. Hadovoychi. Almashtirish kerak, ha, bitta. Balonlari yaxshi holatda, 4 ta balon. Kraskasi qanday edi, xo'jayin buni? Oldi dedingiz, ha? 10 eshik kirilo. Kapotda ham bor, ha? 28larga beras ekanda, ha, naqd kelib qolsa. 29 qildi bozor. 29 ga bermadingiz. 29 ga bermabdi. Telefoningizni aytdingiz, ha? Mayli aka. Bu Matizlar tugadi bo'lmasa, endi Cobalt Gentraga o'tamiz.